Assalomu alaykum. O'zbekiston ahli, o'zbek millati qayerga qarab ketyapmiz akalar? Atrofimizga qaraymiz. Dinimizdan uzoqlashyapmiz. Bu ketishda ustimizga kulfat keladi akalar. Qaranglar ko'chaga, shaharlarga qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti. Kundan kunga yomonlashib ketyapti. Ko'cha geylarga, fohishalarga, qachog'ozlarga to'lib ketyapti. Bu ketishda bilmayman, dinimiz, millatimiz omon qoladimi yo'qmi? Ko'chada yurishni o'zi bo'lmay qoldi-yu. Mayli, insofga, iymonga qaytamiz. Hamma ko'rib qo'ysin, farosatini yig'ib olsin. Iltimos, qayerga qarab ketayotganimizni sal ong ishlatib ko'raylik. Endi ko'p gapirgani foydasi yo'q. Mendan kattalar ham hamma gapirib chiqyapti. Bilmayman, bu ketishda qayerga boramiz. Oxiratimizni obod qilaylik. Iltimos, o'zbeklar.